turistlar aylantirib avtobusda o'sha kruiz laynerga shaharda aylantirib mana shu avtobusga olib kelyapman odamlarni qaytarib. Mana odamlar qayerda suzyapti, sportsmenlar o'zi kerak. Mana pastdan o'tib ketyapti. Yelkanli kemalar turibdi mana berikda. Gamburg shahri mana. Odamlar chiqib olgan tomosha hammaga qiziq. Hamma telefonda rasm tushiryapti. Mana boyagi kema liner cruise'ni ana orqa tarafdan mana o'tib ketdi. Mana pastda odamchalar suzib boryapti mana boyagi sportsmenlar. Qayerda? Cruise linerda orqa tarafda. Ko'rinishi juda bahaybat ekan dahshatli. Cruise linerda mana yelkanli kamera turibdi bu yerda. Mana shu yerga to'xtasa kerak. Sekinlashib keldi. Mana bu yerda tintovka reflar turibdi, furalar, stoyanka, plashatkasi mana. Mana shu yerga to'xtasa kerak. Shu yerdan tushib ketamiz. Ofis Stena Line ofisi ekan mana shu yer. Shu zdание Stena Line. Mana shu yerga hozir orqasini oldinmi orqasini to'g'rilaydi. Moshin bilan orqasini to'g'rilasa kerak. Moshin bilan chiqib ketamiz keyin. Mana bu yerda furalar turibdi mana. Adder boshqalar turibdi, tintovkalar mana. Furalar tegashlar turibdi. Tintovka ko'p ekan. Tegashlar turibdi. Mana shu yerga mana orqasi bilan to'g'rilab chiqib ketsa kerak. Yo olli bilanmi? Mana aziz do'stlar, yetib ham keldik. Portuga, Germaniyaning Gamburg shahri.
sekin sekinlashdi, to'xtayapti. Mana chiqayotgan joy mana yerda ekan. Hali nariga betda ekan. Shu orqasini to'g'rilasa kerak kirib ichkariga. Mana shu yerga to'g'rilaydi. Keyin mashina bilan chiqib ketsa kerak. Mana shu yerga to'g'rilaydi, mana shu yerga. Ne haydab borib ichkariga kirgizadi, orqa bilan haydab to'g'rilab mashinadan chiqib ketamiz. Mana spesial plashadka qilib qo'yibdi-yu. Nechaga to'g'rilasa kerak.